Uchxonaga Yunusobod Bodomzor. Mana bitta shundoq masjidda bilasizlar, to'g'risida birinchi notarial idorani shundoq tepasida 3 xona 7-qavat chiqqan, 72 74 kvadrat, Yevro remont mebel texnikalari naqdga ham ipotekaga ham joyi zo'r. Remontlari ham o'sha paytda qilingan, juda sifatli turibdi. Mana kiruverish, stroyniy shkaflari bor. Xo'p, eshiklari ana Rasulov eshiklari ekan, mana hojatxona. Eshikli zo'r turibdi, zamoglari ham haqiqatda hozirgi eshiklar emas. Mana bu yog'imiz mana oshxona. Tayyor holatda shunda kirasizlar, yashaysizlar. Xohlasanglar olib ijaraga ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Endi ketdik mana mamyoqlardan bir chekkadan. Mamyoqimiz detskiy xona mana ko'rsatib tur. Reshotkalar qo'yilgan, reshotkalarni ham juda baquvvatini qo'yishgan, o'zligi uchun yashab, shu yerdan yaxshi katta kvartira, 150-200 kvadratli uylarni olib ketishdi. Mana bu yoq spalni shu narsida ham qoladi. Ha, mamyoqimiz mana hammom mana bu yoq katta keng stiralkalar ham turibdi. Mana bu fransuzskiy, mana shunday zali katta bo'ladi. Mana bu lampochkalarni sal yorug'roqga qo'ysanglar, juda yorug', shinam bo'ladi. Mana joyini qaranglar, mana reshotkalarni ham maqtadilar, tepalari yopilgan endi o'zligi uchun. Mana to'g'ri mana bu domning bildinglar qayerdaligini joylashgan. Narxini 95 ming so'rashyapti. Kelishtirilgan joyi bor. Bu joylarda o'zi narxi shunaqa bo'lib ketgan. Harakat qiling. Joyi zo'r. Mana bu yoqda Sviazi instituti bor, metrolar bor, xullas hammasi bir qadam joylarda. Tamom.